Xushnava bulbul Xotam Qurban. Xotam Qurban 1932-yili Mak nahiyasida tug'ilgan. 1950-yildan 1954-yilgacha Mak nahiyalik san'at o'mikida ishlagan. 1954-yili Yakan viloyatlik san'at o'mikiga o'tkazgan. 1956-yili Yakan viloyati amaldan qoldirilgandan keyin Qashqar viloyatlik san'at o'mikiga o'tkazgan. 1956-yili Jungo vakillar o'miki tarkibida Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyodagi 6 davlatga chiqib, o'yin qo'yishga qatnashgan. U aytgan Do'lan naqshi, Olmaqon, Qashqar xalq naqshlaridan Layligul qatorliq naqshlar O'rta Osiyo xalqlarining qizg'in qarshilashiga erishgan. U hayot vaqtida 3-navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyining vakili, 3 va 4 navbatlik mamlakatlik adabiyot san'atchilar qurultiyining vakili hamda 6-navbatlik Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq qurultiyining vakili bo'lgan. Rais Mao Zedong, Zhou Enlai Zhongli, Liu Shaoqi, Zhude, Deng Xiaoping qatorliq partiya va davlat rahbarlarining qabul qilishiga erishgan. U yangroq ovozida nurg'un xalq naqshlarini aytib, Xinjiang bulbuli degan sharafli nomga muyassar bo'lgan. U 1998-yili kasal sababidan olamdan o'tgan. U aytgan Olmaqon vakillik xarakteriga ega Do'lan xalq naqshlarining biridir. Olmaqon